Xalqimizda gap bor, payg'ambarlar kuyovlarni siylagan, kuyovlarni hurmat qilgan deymiz. Lekin kelinlar esa huzurimizdagi Allohning omonati ekanligimizni mutlaqo unutib qo'yamiz. U kuyovdan ham ko'ra buni haqqi ziyoda. Chunki kuyov o'g'lingiz bag'ringizda, kelin uni yoshligidan ota-onasi oq yuvib, oq tarab butun mehribonligini o'g'ildan ham ko'ra qizga ko'proq qiladi. Inson tabiati shunaqa. Chunki bu zaifa. Shu bilan birga qiz farzandning mehri o'g'il farzandlardan ko'ra ota-onaga 1000 barobar ziyoda bo'ladi. Qizi borlar bilamiz hammamiz buni. Endi shuni voyaga yetkazib, endi qo'lidan bir ish keladigan bo'lganda, tayyor dastyor bo'lganda sizni xonadoningizga berib yuboradi. Bir o'ylab ko'ringchi. Bejizga dinimizni Allohning omonati deb shu maqomga chiqarib qo'ymadi-da ularni.